Bismillah, assalomu alaykum. Bu strategiya matematik strategiya hisoblanadi. Bizdagi juda ko'p treyderlar mana shundan foydalanadi. O'zim ko'zim bilan ko'rgan joylarim balon pulli signal kanallar o'rtog'im ulangan, bittasi tashlaveruvdi darajalarni, xuddi shu darajalarga to'g'ri keladigan shunaqa ekanda, mana shuni olib turib darajalar beradi, balon pulni sotadi ekan. Matematik strategiya o'zi bu oldindan sir saqlangan, 1989-yilda Nixcode tomonidan kashf etilgan strategiya bu. Juda uzoq vaqt mobaynida hech kimga yetilmagan. Keyin shu gruppada qo'ygan tarqalib ketgan ekan. Bitta odam tarqatgan, shu sabab mashhur bo'lib ketgan. U haligacha zo'r ishlaydi. Buni ozgina ishlash yo'lini o'rganib olsanglar, bu dahshat strategiya har kun normal foyda beradi, har bitta parida zo'r ishlaydi. Buni faqat ozgina o'rganib olish kerak buni. Bu nima, qanaqa strategiya? Bu strategiya hop, mana tillani masalan misol qilib keltiraman. Mana bu xaya, lova, keyin close bor-ku, yopiladigan narxi. Mana shu narsani hisoblab chiqiladi. Mana kechagi kunni xaya taxmin olaman. 4481, lova 4312 ekan, closesi 4328 450 ekan. 5 yozgan ekanman, 450 ekan. O'sha bitta bir kunlikni olamiz, oldingi kunnikini, ya'ni bugungi kun bo'lsa kechagi kunnikini olamiz, xaya, lova, closesi. Keyin birinchi qiladigan ishimiz mana shu narsani olamiz, high low close yozib olamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz high narxidan low narxini ayiramiz. Ya'ni mana 4481 dan 4312 ni ayiramiz. $168 chiqyapti narxi. Hop, ikkinchi qiladigan ishimiz keyin. Ikkinchi qiladigan ishimiz bularni keyin ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni mana shu chiqqan $168 0.275. Xuddi Fibonacci raqamiga o'xshagan raqam bu. Bu o'zgarmas raqam hisoblanadi. Ana mana shunga buni ko'paytiramiz. Shunda narx 168 791. 275 ko'paytirganda mana bunaqa narx chiqyapti bizda. $46 chiqyapti narx. Uchinchi qiladigan ishimiz close narxiga qo'shamiz hosil bo'lgan shu $46. Ya'ni close narxi necha pul edi bizda? 4328 edi. Qo'shganimizda narx 4374 $918 chiqdi. Mana shu bizda R3, ya'ni поддержка zonamiz bo'ladi. 4374 поддержка zona bo'ladi. Endi сопротивлениeni hisoblaymiz. Uning uchun xuddi shunaqa ish qilamiz. Faqat bizda bitta joyda adashib ketmasanglar bo'ladi. 3-qadamda close narxidan ayiramiz. Shu adashib ketmasanglar bo'ldi. Ya'ni bu yerda biz qo'shganmiz, bu yerda ayiramiz. Ya'ni close narxidan mana bu chiqqan narxi ayiramiz. Hozir tushuntirib bergan narsamni. Shunda bizda 4282 chiqadi narx, yakuniy natijamiz. Buni hozir yana bu prosta tushuntirdim. Buni indikatorini beraman sizlarga, tayyor hisoblab beradi. Prosta buni nimaligini tushuntirib beryapman. Shunda bizda hop сопротивление narximiz hamda поддержка narximiz kunlik uchun chiqadi. Ya'ni necha pul edi? 4374 8. Bu tillada bizda narx, сопротивление narxi, поддержка narxi bor. Поддержка narxi necha chiqdi? 4282 082 chiqdi. 4282 082. Mana bu bizda поддержка narxi bo'ladi. Keyin buni M15 ga olamiz biz. Bu kechagi edi. Mana kechagini hisoblab chiqdik. Bugun narx ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu chizgan joyimdan, mana bu kerak emas, boshqa narsa bu. Shu joydan ko'rsanglar atkata oldi hamda narx yurib berdi. Mana shu qo'yiladi, limitga qo'yiladi bu yoqqa. Mana qancha pips yurib berdi mana. To'g'ri, tillada yaxshi tushunmayman, pipslarini 3000 pips bo'lsa kerak, Alloh alam. Shuncha yurib bergan. Endi masalan tillada ishlash uchun tavsiya qilmayman, xohlagan paranglarda ishlaydi. Endi buni indikatorini beraman sizlarga. Mana bu indikator. Pivots Camarilla Auto, mana shuni yoqasizlar, yoqqaninglarda mana Camarilla qilib qo'yasizlar. Bo'ldi, shuni qilib qo'ysanglar, xuddi shu hisob kitobda mana o'zi chiqarib beradi indikator o'zi. Sizlar shu ertalab turib bitta qo'yib chiqasizlar limitga. Stop loss mana bu yerda bo'ladi.
Ko'pchilik treyderlarda ko'rdim, stop qo'ymasak ham, limit taxlir ekan mana shunaqa. Limit taxlir ekanda. Taxlida ozgina qaytib berganda ham normal foydada chiqib ketar ekan. Asosan o'sha mana S3 dan S2 ga beradi narx. Hozir S1 ga ham kelib berar ekan, o'z kitobi bo'yicha, mana shunaqa. Tepaga chiqadigan bo'lsa, bizda поддержка zonamiz mana shu aytilgan narx bo'yicha chizgan narximda turibdi. Mana shu поддержка zona. Ya'ni mana shu yoqqa nima qo'yamiz biz? Sell limit bo'ladi, adashmasam bunaqada. Forexda sell limit qo'yiladi bu yoqqa. Narx mana shu yoqqa kelsa, mana shu yerdan mana bu yoqqacha ishlanadi. Lekin taxlanadi, ko'pchilik mana shu taxlir ekan, katta treyderlarda. Lekin bu juda riskli, shot dabdala qiladi. Umuman tavsiya qilmayman. Bitta qo'yish kerak, mana yoqqa stop qo'yish kerak, bo'ldi, rozi bo'lish kerak. O'zi Forexda 85% zararda bo'lishini hisobga olinglar. Hech kim umuman tavsiya qilmayman Forexda ishlashni. Aniq 85% zararda bo'yningizga olib kiringlar Forexga qilsanglar. Eng zo'ri o'sha aksiyalar, kriptolar, spot rejim, xavfsiz, to'g'ri ishlasanglar, zararsiz ishlaysizlar. Bu juda riskli bozor. Просто aytib qo'ydim, soqitib qo'ydim. Ishlashini prosta tushuntirib berdim. Bu Bitcoinda ham ishlaydi. Masalan, Bitcoinda men analiz beruvdim kecha, mana joydan ketdi boru, turibdi kanalimda. Hozir o'chirib tashlayman. Mana ko'rsanglar, S3 zonadan kelgan tepaga mana Bitcoin ham. Kechagi kuni mana R3 zonadan narx qaytgan narx shu yoqqa. Dahshat ishlaydigan strategiya bu. Mana S3 zonadan qaytyapti narx. Ko'rsangiz, dahshat ishlaydi boru, nereal ishlaydi. S3 dan qaytyapti narx. Поддержка сопротивления dahshat bu yoqda. Buni keyin kunlik, soatlik har xil bor-da, H4 ga belgilasanglar, hozir mana bu daraja bor. Zo'r, buni yana bir tushuntirib beraman. Hozir qisqacha kichkina time frame ishlaydigan uchun ko'rsatib berdim. Просто от души shu guruhlarni uchun podarka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.